Yaman şöyle bo'ladi. Hamma qo'l ko'taradi. Hurmatli mehmonlar. Opa biz tushirib olaylik. Avvalo Siz yuring. Bo'ldi. mana shu 2 yoshning bugungi misol to'yiga kelib ishtirok etib mana shu yegovni hurmat qilib bizning xonadonimizda hurmat qilib kelganligi uchun hamma kelgan odamlarga oilamiz nomidan minnatdorchilik bildiraman. Rahmat. Ikkinchi bular nima deymiz endi? Baxtli bo'lsin, qo'sha qarisin. Mana yaxshi zamon kelyapti. O'zbekistonimizga ko'z tegmasin. Bular endi bitta narsaga odam to'yadi ham to'ymaydi. Misoli ovqatga to'yadi odam. Suvga to'ymaydi. To'yadi. Odamga ham to'yadi. Ammo odam mehrga to'ymaydi. Har ikkalasi ham bir-biriga mehrli bo'lsin. Hamma narsa shu mehrda. Mavlida nevaram sen mehr deganda o'sha borgan joyingda baxt topgin. O'sha borgan joyingni hurmat qil. Har ikkalang ham bir-biringga shunday mehrli bo'lginki, ko'rgan odam kelajakda havas qilsin. Mana shunday oilali bo'layin men, mana shunday hurmatga sazovor bo'layin degan tushunchalarga ega bo'lsin. Hamma kelganlar uchun katta rahmat hammalarga. Ikkalanga ham omad, yaxshi farzandlarning ota-onasi bo'linglar. Qo'sha qaringlar, baxtli bo'linglar. Yana bir bor aytaman, bir-biringga mehrli bo'linglar. Afsonadagi Layli Majnun, Farhod Shirin, Zaynab omon bo'linglar. Qo'sha qaringlar.